Germaniyada hech qachon kasal bo'lib qolmanglar. Buni sababini hozir sizlarga tushuntiraman. Bundan 1-2 oy avval bir patsientimiz ko'zi qichishgan holatda keldi klinikamizga. Unga biz glaznoy kapel yozib berdik-da, yaxshi bo'lib qolasan dedik. U 2 haftadan keyin kelyapti-da, bu dori menga allergiya beryapti deb aytdi. Keyin yana biz undan yaxshiroq, kuchliroq dori yozib berdik-da. Keyin u dorini ham 2 hafta o'tib, u ham menga allergiya berdi, boshqa dori yozib beriladi dedi. Biz bundan boshqa kuchli dorilar yozib bera olmasligimizni, endi bu yoqqa faqat glaznoy vrach yozib bera olishini aytib, yo'llanma berib yubordik glaznoy vrachga. Va bugun yana kelyapti, umuman ko'zi qichishayotgan, tinmayotgani, ko'zi yonib ketayotganini, qichishib yonayotganini aytdi. Men aytdim, o'tgan oy senga направление beraverdik-ku glaznoy vrachga desam, butun shaharni aylanib bitta glaznoy vrach topdi. O'sha glaznoy vrachdagi eng yaqin navbat yanvar oyida ekan, keyingi yilda. Zo'ra. Mana shunaqa mahalla O'zbekistonda qadriga yetib ketaman-da. Eshikda tep kirasanda, vrach bormi deysan. Nimaga senlar oylik olib o'tiribsanlar bo'lmasam deysan, mazza qilasan-da. Germaniyada bo'lsa unaqa emas. Vrachni qadrlash kerak. Vrachni obrazini joyiga qo'yish kerak. Bo'lmaydi.